Vodiydan keldik Navoiy viloyatiga. Xolos şeyde xizmat bor ekan mana. Xizmat qilyapsan, akalar orqali mana. Avvallar bor, biz bor mana. Ha, yashang aka. Omon bo'lsin. Qo'llang dard ko'rmasin sizlarda ham. Xudo xolasa mana tandirimiz yaxshi chiqsa, sifatli bo'lsa, nonlar yaxshi chiqarib, xalqimizga xizmat qilib, charchamanglar. Men ko'proq shu turibman. Nima deyapti akalar? Murod aka qo'ygan apparatimiz mana ishlash boshladi. Rahmat. Buni ana betiga narsa sepsam bosaverami? Ha. Yo'q, shu tayyor bo'lgandan keyin sezaverasiz. Ha, bular kesaveradi. Ha, shu qo'ydi surga qanday o'chiramiz buni? Qalay apparat, amak bitta gapiring. Aparatda gap yo'q. Katta yigit, baraka topinglar umrlaringdan. Topqonlar kunlar yaxshi kunlar uchrashaylik. Nima ishlab qilmasang, rizq qo'llaringga yetsin. Rahmat amak sizga ham. Ilohim ishlaringizga omad. Yaxshi kunlarda yaxshi xalq xizmatini qilib, chiroyli nonlar chiqaravering. Yo'q, ko'kda uncha katta tortmaydi. Qarang.